bu deysizlar-ku, mana shu bolani topdik biz. Kechagina Nayza ligasida shovqin ko'tarib kelgan Ulug'bek Kashifni qo'lga tushirdik. Hozir kommentariyada to'lib ketgan savollarni biz Ulug'bek Kashifga beramiz. Aka, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Kecha Nayza ligasida ancha shov-shuvli jang o'tkazdik. Raqibimizni ham ko'rdik, ancha hunarlar qildi, saltalar oshib, oxiri hal bo'ldi dedi-yu. Siz jang shunaqa ketishini o'ylovdingizmi? Yo'q, to'g'risini aytaman, chiqib turibdi salto oshganda o'zim ham hayratlanib, keyin qo'lini o'zimcha irg'ini so'rashib qo'yaylik dedim, qo'l cho'zdim. Lekin kutmagan edim, to'g'risi. Kecha hayratlanishim ham bo'ldi. Ammo bu ancha plyusga ham ishladi, meni fikrim. O'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar hamma sizni podeshka qildi. O'zingiz his qilgandingiz shuni? Albatta, bu safar bilmadim, Qozog'istonda как будто o'zimizni O'zbekistonda urushgandek urushdi, chunki chiqqanimda o'zi Qozog'istonning podeshkasini his qilib turdim. Ko'p qozoqlar podeshkada bo'ldi bu safar. Boshqacha bo'ldi. Endi bu jangdan so'ng katta ehtimol bilan Muhammad Heybati bilan urushadi degan gap chiqyapti. Shu qanchalik darajada rost? U Heybati tinmasin sizdan qochyapti, bilyapsiz. Heybatida men adashmasam jang bo'ladi, ertami kech bo'ladi. Biz face kuni ham ko'rishtirishdik, gaplashdik. Menimcha travma oldi bo'ydan keyin. Sanjar Tajiyevdan keyin travmasi bor, oyog'i yorilib qoldi deb eshitdim. Undan oldin meni bilishim bo'yicha hozir kommentariyada ham qiziqish ham bildirayotgan Fanil Rafiqov bor. Bilmadim, endi ko'proq shu Fanil Rafiqovni ham o'zim xohlab turibman. Qaysi tomonlama jang o'tkazsak yaxshi bo'ladi shu inson bilan. Aynan shu narsani sizga keyingi savol qilib bermoqchi edim. Fanil Rafiqov qachonki siz bilan post qo'ysa, kommentariyada o'zini qichma gaplarni yozyapti, bilgan bo'lsangiz, hype qilib, bilmayman, endi O'zbekistonning autorasidan foydalanmoqchi bo'lyaptimi? Shu jang haqida nima deysiz? Bizga ham qiziqarli menimcha. Fanil Rafiqov endi Qozog'istonning izvestniy boylardan bittasi. Hozir endi O'zbekistonning izvestniy boylardan bittasi siz bo'lib turibsiz. Nayza ligasida teng bo'lib. Shu jang bo'lsa haqiqatga yaqinroq ham bo'larmikin deyman. Fanil Rafiqov o'zi ko'rdi bu safar jangda. Auditoriyani ham ko'rdi. Podeshkani, O'zbekiston podeshkasi, Qozog'iston podeshkasini ko'rib, menimcha o'ziga ham qiziqish bildiryapti. Xo'p. Menimcha tez orada bir yangilik bo'ladi. Fanil Rafiqov ko'p aloqaga chiqyapti. Kommentariyalarda yozib, jang o'tkazish qiziqishini bildirib boryapti. Menimcha men ham o'zi shu jangni xohlayapman. Jang o'tkazsak bo'ladi, tayyorman men. Shu fursatdan foydalanib Nayza ligasiga, Fanil Rafiqovga bir rus tilida bir qandaydir bir murojaat qilib qo'yamizmi? Nima deysiz aka? Farqi yo'q, qilaveramiz. Assalomu alaykum, Liga Nayza. Я Улугбек Кашев. Я вот смотрю в комментариях пишет Фанил Рафиков, то, что я недостоин, я какой-то недовольный соперник. Если Перс не хочет со мной драться, тогда дайте шанс с Фанилом подраться. Я готов на ближайший турнир. Я буду готовиться. Жду ответа. Фанил. Давай, Fanil, давай. Nayza ligasi O'zbekistonda liga qilishi mumkin, turnir qilishi mumkin. Shu turnirda как раз Fanil Rafiqovni bersa, ancha shov bo'ladi menimcha. Unda zo'r bo'ladi. O'zbekistonda agar jang o'tkazadigan bo'lsa, Fanil Rafiqovdan menimcha eng shov-shuvli janglardan biri bo'ladi. Hozir aka, kunigacha bo'lgan Nayza ligasida chempionlik janglarini ko'rdik. Chempionlik janglarida ham prosmotr, rosa bo'lsa 200 ming prosmotr bo'ldi. Sizni jangingiz lekin qozoq kanallar, qirg'iz kanallar, o'zbekiston kanallar hammasi aylan bo'ldi. Janglaringiz уже 1 million ko'rildi-da. Shunga Nayza ligasi sizga qanaqa reaksiya bildirdi? Reaksiya zo'r. Постоянно o'zlarini videolarni qayta-qayta qo'yishyapti, kommentariyalar yozishyapti. Menimcha keyingi turnirlarda asosiy janglardan birini beradi, xudo xohlasa. Qisqa savollarimizga lo'nda javob berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Kelgusi faoliyatingizda omad tilab qolamiz. Fanil Rafiqovni ham, Persni ham xudo xolasa uramiz. Albatta, xudo xolasa. Chaqirganingiz uchun kattakon rahmat. O'zbek Sport TV. O'zbekiston bitta podeshkani ko'rsataylik endi. Chiroyli.